Oxirgi 8 oy davomida men bir loyiha ustidan ishlab kelayotgan edim. Bu mavzuda bir nechta videolar ham tayyorlagandim. Men nihoyat shu yangilikni e'lon qilmoqchiman. Didahi kitobi rasman tayyor bo'ldi. Kitob to'liq tugallandi, nashr etildi va Amazonda sotuvga chiqdi. Endi ba'zilaringiz nima uchun Didahi deb so'rashingiz mumkin. Didahi yoki 12 havoriyning ta'limoti bizda mavjud bo'lgan eng muhim ilk masihiy matnlardan biridir. U 1-asrning oxiri yoki 2-asrning boshlariga to'g'ri keladi va bizga ilk imoniylarning hayoti, axloqi va urf-odatlari haqida bebaho ma'lumotni taklif qiladi. Didahi ruhiy, tarixiy va ma'naviy ahamiyatga ega, biroq uning o'zbek tilidagi tarjimasi yoki tadqiqoti mavjud emas edi. Bu esa ilk masihiy ta'limoti va tarixining ildizlarini o'rganishni xohlaydigan o'zbekzabon kitobxonlar uchun katta bo'shliq yaratadi. Men bu kitobni o'sha bo'shliqni to'ldirish uchun yozdim. Bu shunchaki oddiy tarjima emas. Men aynan o'zbek kitobxoni uchun mo'ljallangan to'liq ilmiy nashrni yaratdim. Ichida nimalarni topishingiz mumkin? Didahining butun matni aniq, zamonaviy yangi o'zbek tiliga tarjima qilingan. Matn yangi qonunga muvofiqlangan holda lotin alifbosida yozilgan. Muqaddas kitobdagi parallel parchalarga keng qo'llamli iqtiboslar va havolalar Didahining muqaddas yozuvlari bilan qanday bog'liqligini ko'rsatadi. Ilk jamoat otalari Rimlik Klement, Antioxiyalik Ignatiy va boshqa jamoat otalarining asarlariga havolalar Didahini o'zining to'liq tarixiy kontekstiga joylashtiradi. Didahining o'z davridagi kengroq qadimiy yahudiy va masihiy adabiyoti bilan qanday bog'lanishini ko'rsatadigan tushunchalar va havolalar. Mening maqsadim so'zlarning ortidagi tarixni, ilohiyotni va kontekstni tushunadigan manba yaratish edi. O'zbek zabon masihiylarida ilk masihiy tarixi va ilohiyotiga qiziqish bor deb o'ylayman. Shunday shaxslar uchun men bu ishga qo'l urgan edim. Tarixiy donolik har bir kishi uchun uning o'z ona tilida ochiq bo'lishi kerak. Endi esa mana sizda ham shunday imkoniyat paydo bo'ldi. Xo'sh, nusxasini qanday olish mumkin? Didahi ilk masihiy jamoat foydalangan darslikning tarjimasi va tahlili Amazonda joylashtirilgan. Men video tavsifida qog'oz nusxasiga ham, e-kitob versiyasiga ham to'g'ridan-to'g'ri linklarni yoki havolalarni tashlayman. Ushbu sayohatda men bilan birga bo'lganlarga katta rahmat demoqchiman. Men nihoyat buni siz bilan baham ko'rganimdan juda xursandman. Iltimos o'z fikrlaringizni sharhlarda bildiring. Bu kitob bo'yicha sizda qanday taassurotlar paydo bo'lganini eshitishni kutib qolaman. Shu bilan birga Amazonda va meni kanalimda Didahining tarjimasini siz tekinga o'qishingiz mumkin. Oldingi videolarda Didahining tarjimasini keltirgan edim, lekin undan keyin ayrim joylarini o'zgartirganman. Shuning uchun yana boshqatdan xohlaganlar o'qib ko'rishingiz mumkin va o'shandan keyin o'zingizning taassurotlaringizni, fikrlaringizni sharhlarda yozib qoldiring. Endi siz bilan xayrlashmoqchiman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.